Bizda buni to'g'rilab beradigan. Qani qochingchi? Ketayotganda o'zidan o'zi o'chib qoldi. Yaxshiyam keldinglar opa. Opa? Qatta opa ko'ros? Men sizdan kichkina bo'lsam kerak. Nima jahl qilyapsiz? Asabam ketibdi. Ketibdi. Nima ketibdi? Shlank uzilib ketibdi. Ular boshqatdan qo'yib yuborish kerak. To'g'rilang unda. Nima qilaman hozir? Ko'p gapiryapsiz. Kulutchi ber. Nima bu? Ключ? Qaysi biri ключ? Men ruscha язычный qizman. Ruschada ключ bo'ladi bu. Ey, ключ. Buni motorga nima aloqasi bor? Motorga tiqib buraymanmi? Nima qilaman buni? Rus tilida ключ bo'ladi-da. Xafa bo'lmang, opa hayajonlanyaptilar-da. Yana opa deydi-ya. Sizdan bo'la qoling, mashina to'g'rilash yoqib qoldimi yoki? Ushmanglar, bo'pti. Siz ko'p gapirmang, hammasi sizni bo'yapti o'zi. Tinchgina yashab yurdik. Qattiq abadi bo'lib qoldi hayotimizda. Meni hayotimga o'zinglar kirib keldinglar, yordam kerak emasmi deb. Boshqa yo'lda buzilsa bo'lmaydi mashinangiz. Ammo har kun yuradigan yo'lim uzr, lekin keyin safar Sirdaryoda aylanib